bosgan qishloqlarda odamlar qolib ketmaganligini motorli qayiqlarda tekshirishmoqda. Sardoba suv ombori hududida yashovchi 70 ming aholi evakuatsiya qilingan. Suv toshqinlaridan 56 kishi jarohatlanib, shifoxonaga yotqizilgan. Assalomu alaykum. Damovalilar. Hali ancha ishlaymiz o'tabek. Aslida odamda sen bilan qolgan suv tushgandagi Suv toshqini pastdan olingan video. Mahalla ichidan hamma uylarini tashlab ketgan. Uylarda faqatgina itlar qolibdi. It vafoti bekorga aytilmaganda. Halokat oqibatlarini bartaraf etishda mehnat qilayotgan barchaga kuch-quvvat tilaymiz va jabrdiyda yurtdoshlarimizga sabr tilaymiz. Nechta balon bor bunaqa bilasizmi? Yo'q. Ha? Shakir aka qolib ketgan ekan, oldilaringizmi? Shakir aka qolib ketgan ekan,